Aziz do'stlar, buni nimaligini bilasizmi? Kommentariyada o'z javobingizni yozib qoldiring. Men esa buni davlat haqida sizga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Hali ko'p o'zbekistonliklar u yerga tashrif buyurmagan va ko'p o'zbekistonliklar uchun hali ochilmagan, to'liqligicha kashf etilmagan davlat va u yerdagi ta'lim sifati yuqori o'rinlarda turadigan va juda ham ko'p universitetlarni o'z ichiga olgan va eng qizig'i har bitta kishi boshiga ikkitalab kenguru keladigan davlat bu Avstraliya. Siz uchun Avstraliyada o'qish hayotingiz davomida katta bir tanlov hisoblanadi va katta yutuqlardan biri hisoblanadi. Sababi Avstraliyada o'qituvchilar va professorlar yuqori ishlab chiqilgan va aniq dastur asosida darslarni olib borishadi. Avstraliya universitetlarida ta'lim yo'nalishlari juda ham ko'p va siz istagan yo'nalishlarni bemalol topishingiz mumkin. Bular biznes, marketing, IT, engineering yoki meditsina ham bo'lishi mumkin. Bemalol siz bu yo'nalishlarda Avstraliyada ta'lim olishingiz mumkin. Xalqaro talabalarni kutib olish va ularga bo'lgan munosabat yuqori o'rinlarda turadi. Avstraliya universitetlariga o'qishga hujjat topshirar ekansiz. O'qishga topshirganingizdan keyin juda ham qisqa fursatlarda siz qabul xatlarini, grant xatlarini bir vaqtning o'zida qo'lga kiritishingiz mumkin. Xalqaro talabalar haftasiga 20 soatdan ishlashlari va tajriba olishlari mumkin. O'qishni bitirgandan keyin esa 2 yilgacha work permitni qo'lga kiritasiz. Bu juda ham zo'r emasmi? Avstraliyaning talabalik vizasiga hujjatlar topshirish esa ortiqcha stresslarsiz amalga oshiriladi. Siz ham yuqorida aytib o'tilgan barcha imkoniyatlarni qo'lga kiritishni istasangiz, hoziroq harakatni boshlang.